Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 18-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Buyuk davlat va tasalli. Bu muhim safarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng og'ir damda qattiq tushkunlikka tushgan chog'larida qildirilgani va o'sha kecha oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan g'aroyib safardan yangi va pokiza bir ruh tuganmas, bir g'ayrat, shijoat va quvvat bilan qaytganlari shubhasizdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha kecha Alloh taoloning jamolini to'yib ko'rib olganlari ham aniq. Lekin payg'ambarimiz Janobi Haqni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun 7 qavat osmonni, jannatni va jahannamni oshib o'tdi-da, so'ngra Alloh taoloning ko'shkiga yetdi tarzidagi fikr va tushunchaga berilmasligimiz darkor. Payg'ambarimiz o'sha kecha butun osmon qavatlarini oshib o'tgan, jannatlarni sayr qilgan, behisob darajada hikmat va g'aroyibotga to'liq hodisalarni ko'rgan, tomosha qilgan edilar. Ammo bular alohida voqealik. Alloh taoloni ham o'sha kechada ko'rganlari esa alohida bir voqealikdir. Alloh taoloni ko'rish uchun albatta safar qilishlari ma'lum, bir safar masofani bosib o'tishlari lozim emas edi. Bu uchrashuv nima uchun Me'roj kechasiga to'g'ri keldi degan savolning javobi yolg'iz Allohga ma'lumdir. Bizlarga bu mavzuda faqat Alloh xohlaganini qildi va qilgan ishi uchun hech kimni oldida javobgar bo'lmaydi deyish joizdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha kecha takror Masjidi Aqsoga qaytdilar. Yana Buroq vazifasiga chaqirildi. Yana o'sha tezlikda Makka sari yo'l olindi. Najnon deb ataluvchi joyga kelganlarida tanish bir karvonga duch keldilar. Karvondagilar yerga cho'zilib uxlab qolishgan edi. Og'zi bog'liqlik meshlarida suv bor ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulardan birini meshini ochib, suvdan ichdilar va yana qayta berkitib yo'lda davom etdilar. Safar Makkada boshlangan joyida tugadi. Ba'zi bir rivoyatlarda bu safar Abu Tolibning qizi va Alining opasi Ummu Xoniyning uyidan boshlangani va yana shu yerda tugagani naql qilinadi. O'sha kechaning tongi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidda o'tirar edilar. Yonlariga Abu Jahl keldi va odatdagidek shilqimlik qila boshladi. Buyuk dargohdan qanday xabarlar bor, do'stim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jiddiy tarzda javob qildilar. Bugun kechasi safarda bo'ldim. Iye, qanaqa safarda? Quddusga, Aqso masjidga borib keldim. Abu Jahl qahqaha otdi. Bir kechada shu uzoqqa borib yana qaytib kelishga ham ulgurdingmi? Xuddi shunday. Abu Jahlning miyasiga bir fikr urildi. Ajoyib bir fursat deb o'yladi. Juda soz. Bu so'zlarni qavming oldida qaytarishga jur'at qila olasanmi? Albatta. Abu Jahl tuyuqsiz xazina topgan odamday bor kuchi bilan baqira boshladi. Bu yoqqa kelinglar, ey Bani Kab, Ibn Luay, kelinglar, ey Qurayshliklar. Biri haqiqat, boshqasi jaholat vakili bo'lgan bu ikki kishining yonma-yon turganini ko'rganlar ularni qoshlariga to'plana boshlashdi. Abu Jahl jangda raqibini yenggan jo'jaxo'rozdek kerilib turardi. Hech bo'lmaganda zavqli bir sahna sodir bo'ldi-ku deya o'ylardi. Nihoyat gavjum bir xaloyiq to'plandi. Masjidi Haramni bu burchagida o'tirganlar ham yugurib keldilar. Oralarida mo'minlar ham bor edi, mushriklar ham. Har ikkala tomon ham mana sodir bo'ladigan voqealarni zo'r hayajon bilan kutib turardi. Qani hozirgina menga aytgan gaplaringni qaytarchi? Abu Jahlning ovozida mard odam so'zdan qaytmas shaklidagi mamnunlik ifodasi bor edi. Nigohlari nuroniy payg'ambarimizga qadaldi. U zoti sharif sallallohu alayhi vasallam yana o'ta jiddiy bir vazmin ohangda bu kecha sayohatga chiqarildim. Aqso masjidiga borib keldim dedilar. Abu Jahlning ko'zida zafar uchqunlari porladi. Ya'ni Quddusga borib keldim demoqchi deya hayqirdi. So'ng Rasulullohga o'girildi. Shunday emasmi? Xuddi shunday.
Abu Jahl kechirilmas bir gunoh ish qilib qo'ygan jinoyatchini qo'lga tushirgan kuchli bir qo'mondon kabi, "Xo'sh, bu yolg'onga bizni qanday ishontirmoqchisan?" dedi. So'ngra atrofida to'planib turgan haloyiqqa o'girildi. "Shu yolg'onga ishonadigan kishi bormi? Har holda ozgina bo'lsa-da durustroq fikrlaydigan, masalani har tomonlama oydinlashtirishni istaydigan bir kishi bor ekan. O'sha taklif kiritdi. Oramizda Quddusga borib kelgan odamlar bor. Uning gapi to'g'rimi yolg'onmi ekanini o'shalar tasdiqlaydi. Endi bizga Aqso masjidini ta'riflab ber." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kungacha Quddusga bormaganlarini hamma besh qo'lday bilardi. Mushriklarning fikricha, bu kecha Quddusga borib keldim degan da'vo mana endi puchga chiqajak, yolg'on gapirgani ma'lum bo'lajak edi. Bu taklif hammaga ma'qul tushdi. Bormagan, ko'rmagan bo'lsa-da, u yerni qanday qilib ta'riflab berardi? Borgan bo'lsa, ko'rishni, ko'rgan bo'lsa ta'riflab berishi lozim. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Aqso masjidiga va Quddusga tomosha uchun bormagan edilar-ku. Na Aqsoga chuqurroq razm soldilar, na Quddusni tomosha qildilar. Bu ham bir haqiqat edi. Lekin buyuk Alloh Rasulini shunday vaziyatda yordamsiz qoldirarmidi? Bir zumda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'z o'ngilarida Aqso masjidi gavdalandi. Xuddi qarshisida devordan beriroqda inkiqos etilayotgandek edi. Muborak ko'zlari Aqso masjidida, tillari esa ko'rganlarini birma-bir hikoya qilib bera boshladi. Quddusga ko'pchilik borib kelgan, hammasini o'ziga yarasha taassuroti, xotirasi bor edi. Aqso masjidining ko'rinishi haqida savolga tutashdi. Biri eshigi haqida so'rasa, boshqasi devorlari, devordagi naqshlari haqida so'rar, yana biri yonma-yon haqida surishtirar edilar, yon atrof haqida. So'ralgan joylar darhol Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning ko'z oldilariga keltirilar. Xuddi oynada ko'rib turgandek javob qilar edilar. Nihoyat savol-javob tugadi. "Hammasini to'g'ri ta'riflading ey Muhammad, Xudo haqqi, juda to'g'ri", deb tan berishdi imtihonchilar. Abu Jahlning yuragi siqilib ketdi. Terlar peshonasidan oqardi. 100 karra aniq zafar endi qo'lga kiray deb turganida birdan mag'lubiyatga uchrashni ta'siri edi bu. Ammo yuragi siqilgan faqat Abu Jahl emas edi. Abu Lahab, Nadr ibn Horis, Umayya ibn Halaf ham xuddi shunday holatda edilar. Quddusga bormagani aniq bo'lgan bir kishi bir kechada shu yoqqa borib kelganini da'vo qilsa va undan oldin borib kelganlarni shu mavzudagi savollarga mufassal javob bersa, kim nima ham deya olardi? Bu yerdan Quddusgacha tuyada bir oylik yo'l, qaytishga yana bir oy ketadi. Inson qanaqasiga bir kechada borib kela oladi, deb yelkalarini qisishar edi. "Hoy birodarlar, meni bir fikrim bor", deb baqirdi kimdir. Hamma unga qaradi. "Bizni Shom yo'lida karvonlarimiz bor. Madomiki Aqso masjidigacha borib kelganini da'vo qilar ekan, bizga o'sha karvon haqida ma'lumot bersin." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech taraddudlamay javob bera boshladilar. "Yo'lda kelayotganimda falonchining karvoniga duch keldim. Bitta tuyalari qochgan ekan, uni qidirishayotgan edi. Ularga xitob qilib tuyalarini turgan joyini ko'rsatdim. Qaytayotganimda Dajnon vodiysida falon-falonlarning karvoniga duch keldim. O'zlari uxlab yotgan edilar. Og'zi bog'liq bir meshdagi suvlarini ichib, og'zini yana mahkamlab qo'ydi. Xo'sh, ular Makkaga qachon yetib kelishadi?" Erta tongda, ayni quyosh chiqqan daqiqalarda Taim tepaligi tomonidan shaharga kirishadi. Oldilarida kulrang bir tuya bo'ladi. Uni bir tomoniga oq, ikkinchi tomoniga qora tusli yuk ortilgandir. Tabiiyki, bu xabar aql bovar qilmaydigan bir xabar edi. Bu ma'lumotni payg'ambarimizga Jabroil amin yetkazgan edi. Mushriklar bir oz yengil tortganday bo'lishdi, chunki quyosh chiqar ekan bu bergan ma'lumot bilan haqiqatda ro'y beradigan voqealik orasida hech bo'lmasa ozgina farqi bo'lar. Axir karvon yo quyosh chiqqanidan keyin yo oldin kelishi mumkin-ku. Hamma narsa soniya-soniyasigacha to'g'ri kelishi amr mahol emasmi? Hazrati Abu Bakrning eshigi xuddi birov tepayotgandek qattiq taqilladi. Sapchib o'rnidan turib eshikni ochdi. Kelgan odam hovliqqanicha nafasi bo'g'ziga tiqilguday bo'lib yangilikni so'zladi. "Anavi jodugar do'sting bu kecha Aqso masjidiga borib keldim deb da'vo qilmoqda.
Ya'ni Allohning rasuli Muhammadmi sallallohu alayhi vasallam? Ha, juda to'g'ri gapiribdi. U hech qachon yolg'on da'vo bilan chiqqan emas. Xabarchining kutgani boshqacha munosabat edi. Abu Bakrning so'zlari uni dovdiratib qo'ydi. Qaytib ketar ekan, quloqlariga ishonmasdi. Bunchalik bo'lishi mumkin emas der o'ziga o'zi. Ushbu voqea Hazrati Abu Bakrga abadiyatga qadar faxrli bir laqab berishiga sababchi bo'ldi. Endi u kishini to qiyomatgacha barcha mo'minlar Abu Bakr Siddiq deb atay boshladilar. Bu laqabni unga nabiylar sarvari berdilar. Juda to'g'ri taassurot, inson degan ma'noni bildirar edi va muborak so'z edi. Tong saharda ancha-muncha mushriklar ta'nim yo'liga karvonni kutib olish uchun chiqishdi. Yana ham to'g'rirog'i yo'lovchilar kun chiqqanida keladi shekilli berilgan xabarni chappasiga chiqarmoqchi edi ular. Shafaq oqara boshlagach yuzlarida hayajon ifodalari sezilardi. Yuraklar har doimgidek ham tezroq ura boshlagan. Odamlar asabiy va sabrsiz. Menga qolsa shu gal ish tamom dedi kimdir. Hech yo'q, 1-2 soniyaga farq qilar axir, dedi boshqasi. Yana undan keyin ko'rasan Amir ibn Hushomni qanday intiqom olishini. Endi uni himoya qiladigan Abu Tolib ham yo'q. Shu tarz gap so'z davom etar ekan, oralarida umidsiz bo'lganlar ham bor edi. Hecham qo'lidan kelmaydigan bir ishni buyuraylik deb rosa bosh qotirgan kunlarimizni unutdilaringmi? Ko'kdagi oyni ikkiga bo'lgani-chi? Hoy birodarlar, sharmanda bo'lib qolmaylik tag'in. Kutilgan vaqt yaqinlashganida 2 kishi baland joyga chiqarildi. Biri Kunchiqar tomonni, ikkinchisi ta'lim yo'lini kuzatib turishardi. Kim ko'rsa shu zahotiyoq baqirib xabar berishi kerak edi. Abu Jahl sabrsiz ba'zan boshini ko'tarib haligilarga qaraydi. Nima gap deb so'raydi. Hech nima ko'rinmayapti degan javob uni battar bezovta qilardi. Kun chiqishiga daqiqalar ham emas, soniyalar qoldi. Abu Jahl so'nggi marta yuqoriga qaradi. Yo'l poyloqchilarning ko'zlari olisda, tinimsiz tikiladi. Ko'rsa albatta darhol javob berardi. O'zingni bos, dedi Umayya Abu Jahlga. Bu safar biz albatta g'alaba qozonamiz. Ubay ibn Xalaf uning fikrini tasdiqladi. Mana quyosh ham chiqay deb qoldi. Shu paytgacha kelmagan karvon to'satdan kelib qolarmidi? Quyosh har doimgidek o'z vaqtida chiqishga karvon ham Makkaga 1 daqiqa bo'lsa-da oldinroq yetib kelishiga shoshilishar. Quyosh ham karvon ahli ham ulkan bir da'voning isboti yo inkori uchun musobaqalashayotganlaridan o'zlari bexabar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik vazifasini bergan buyuk Allohning yordamiga ishonar, rasulini yolg'onchi qilmasligiga amin edilar. Har daqiqa, har soniyada eng pokiza minnatdorlik tuyg'ulari bilan Robbiga yo'nalgan qalblari ushbu damda yana faqat unga iltijo qilar edi. Quyoshni yaratgan u, dunyoni yaratgan u, har ikkalasi o'zi istagan nizomni bergan ham udir. Iroda etmasa karvon yurolmas, uning irodasiz to'xtamas, boshini istagan joyiga, u xohlagan paytda oldin yoki keyin borishi ham mumkin emas. Abu Jahl va uning hamtovoqlari qanchalik sabrsizlik va bezovta bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham shunchalik vazmin va xotirjam edilar. Quyoshning ilk nurlari porlaydigan soniyalar keldi. Abu Jahl hamon sokin turgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaradi. Mana endi seni yo'q qilaman, deya ming'irladi. Qolaversa bu safar yoningda shu paytgacha himoya qilib kelgan anavi nodon o'jar amaking ham bo'lmaydi. Tishlaring orasidan ilonning zahari kabi sochilgan bu so'zlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitmadilar. Chunki ushbu damda yo'l poyloqchilar birdan babbaravariga baqirib qolishgan edi. Nima gap, ey falonchilar? Endi ikkalasi alohida javob berdi. Kun chiqdi, karvon ko'rindi. Ahmas ibn Shariq qo'llarida hassasini bor kuchi bilan yerga urdi. Bunday tolining deb boshlangan so'zlarini uyatsiz so'kinish bilan tugatdi. Mo'minlar xursandligidan yig'lab yuborishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Allohga hamd va sanolar ayta boshlashdi. Ulug' Umar Abu Jahlga yaqinlashdi. Endi iymon keltirishing kerak, ey Amir, dedi. Muruvvatli inson bundan boshqa yo'l tutmas. Daf bo'l. Umar, hozir seni gaplaringni tinglaydigan holim yo'q. Xo'sh, daf bo'lmasam nima qilarding? Bu ovoz Umarning olov sachragan ko'zlari ifodasi edimi yoki kufrga qarshi bitmas tuganmas bir kin va intiqomga to'liq yuragidan otilib chiqqanmidi?
Abu Jahl bu ko'zlarga bir soniyaga tikilib turdi. So'ng Umar bilan yakkama-yakka olishib ko'rsammikin degan o'y yashin tezligi miyasidan o'tdi. Ammo